Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Ushbu videoda MCH ni sotayotganda nimalarga e'tibor berish haqida bilib olasiz. Videomizni oxirigacha ko'ring. Ko'pchilik sizga jozibali taklif bilan chiqadi. MCH'ingizni menga soting deydi. Ular asosiy maqsadi ko'proq daromad qilish yoki kredit olish bo'lishi mumkin. Agar niyatlari pok, ishlari toza bo'lsa, muammo yo'q. Lekin shu kreditni olib vaqtida to'lamasdan yoki yirik miqdorda soliq qarzi hosil qilib ketadigan bo'lsa, bu muammoga aylanishi mumkin. Shuning uchun MCH ni sotgan payt mayli shunaqa holat bo'ldi, sotmoqchisiz. Bitta narsaga e'tibor berish kerak. Tashchisini almashtirgan payt korxona rahbarini ham o'zingizda qolib ketmasin. Buyruq chiqarish orqali almashtirish kerak bo'ladi. MCH ni sotgan payt yagona darcha orqali sotish kerak va ta'sischisi bilan birgalikda MCH direktorini ham almashtirish kerak. Shunaqa holat bo'ldi, kuni kecha korxona ta'sischisi almashgan, direktori qolib ketgan. Va korxonada shunaqa bo'lganki, jinoiy ish ochilib, yirik miqdorda qarzdorlik hosil bo'lgan va qarzdorlikni o'sha eski direktordan so'rayapti. Demak, korxonani sotishga to'g'ri keldimi, MCH direktorini ham almashtirishni unutmang.